Jo, iltimos bir marta mikrofonni berib gapirishimga ruxsat ber. Mayli. Qo'y, tinchlaning, meni eshiting, sizlarga gapim bor. Odamlar, yerdagi hamma odamlar, sizlarga bir gapim bor. Ekrandan va bu arenadan tomosha qilayotgan har biringiz hayotingizda bir marta bo'lsa ham xuddi shunday baxtni his qilishingizni istardim. Har biringiz hayotingizda hech bo'lmaganda bir marta men his qilayotgan baxtni his qilishingizni xohlayman. Lekin bilasizmi? Siz bu hisni hech qachon his qila olmaysiz agar siz hayotingizda biror narsaga intilmasangiz. Qachonki siz yiqilganingizda odamlar sizni yanada pastga tushirishadi. Ular siz haqingizda har xil bo'xtonlarni aytishadi. Ular sizni yer bilan solishtirishga harakat qilishadi. Siz shularga qarshilik ko'rsata olmasangiz hech qachon g'alaba qozonmaysiz. O'zingizni, irodangizni yanada mustahkamlang. Hayotingizda hech bo'lmasa bir marta. Hozir men juda ham baxtliman va har safar buni his qilaman. Har doim.